Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu kishi Bahz ibn Hakim roziyallohu anhu yana so'radi. Erkaklar o'zaro bo'lganda avratni bekishi shartmi, shart emasmi? Demak, erkaklar bir-biridan avratlarini bekishligi shartmi, shart emasmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: hech kim ko'rmaslikka shu darajada avratingizni bekitingki, hech kim sizni avratingizni ko'rmasin, hatto erkaklar ham dedi. Ya'ni erkaklar o'zaro bo'lganda ham bir-birlaridan avrat joylarini bekitishlik shartdir dedi. Bahz ibn Hakim roziyallohu anhu yana so'radi: "Ya Rasululloh, inson holi hech kim yo'q joyda avratlarini bekitishligi shartmi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Hech kim yo'q joyda kishi Allohdan hayo qilishlikka loyiqroqdir. Alloh bor-ku, Allohdan hayo qilsin, hech kim yo'q joyda ham bekitgani yaxshidir" dedi.